Giyohvandlik vositalari hamda psixotrop va kuchli ta'sir qiluvchi moddalarning noqonuniy aylanmasiga qarshi kurashish barcha davlatlar uchun birdek jiddiy muammo hisoblanadi. Ushbu illat chegara bilmasligi va makon tanlamasligi ham barchamizga kundek ravshan. Unga qarshi nafaqat huquq-tartibot idoralari, balki hamma birgalikda kurashmoq lozim. Ana shundagina vatanning kelajagi bo'lgan yoshlarimizni ushbu xavfdan munosib himoya qila olamiz. Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkent viloyati bo'yicha boshqarmasi hamda ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida yashovchi 5 nafar aka-ukalarning yashash xonadonlari xolislar ishtirokida ko'zdan kechirildi. Natijada ular tomonidan yashirib qo'yilgan jami 9 kilogramm 14 gramm marixuana, 1 dona kannabis, 1 dona pnevmatik va ov quroliga tegishli 21 dona patron, 19 dona gilza, 1 dona rezina tayoqchasi, 2 dona sovuq qurol ashyoviy dalillar sifatida olib qo'yildi. Ta'kidlash lozimki, ushbu fuqarolar muqaddam giyohvandlik vositalari savdosi bilan bog'liq jinoyati uchun sudlangan bo'lsalarda o'z xatolaridan to'g'ri xulosa chiqarishmagan. Eng achinarlisi, ular 2003-yilda tug'ilgan 2 nafar farzandlarini ham o'zlarining qabih ishlariga jalb qilishgan. Shuningdek, ularning sherigi hisoblangan 1970-yilda tug'ilgan shaxsning yashash manzili ham ko'zdan kechirilganda, xonadon omborxonasi va oshxonasida jami 7 dona qog'oz bo'lagiga solingan quruq holatdagi kannabis va chekish uchun mo'ljallangan moslama borligi aniqlanib, ashyoviy dalil sifatida olindi. Hozirda ushbu shaxslarning barchasiga nisbatan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Xizmatning Toshkent shahar bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan bojxona qo'mitasi bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda esa Tojikiston Respublikasidan kontrabanda yo'li bilan olib kelingan giyohvandlik vositasining aylanmasiga chek qo'yildi. Jumladan, Yunusobod tumanida yashovchi 1983-yilda tug'ilgan shaxs boshqaruvida bo'lgan Cobalt rusumli avtotransport vositasi xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda, uning salon qismida sof og'irligi 967 gramm bo'lgan gashish moddasi borligi aniqlanib, protsessual tartibda rasmiylashtirib olindi. Shuningdek, tezkor tadbir davom ettirilib, uning jinoiy sherigi hisoblangan 1985-yilda tug'ilgan fuqarodan ham 1 kilogramm 992 gramm gashish moddasi olindi. Hozirda mazkur shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining 28 orqali 246-moddasi 2-qismi va 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Davlat xavfsizlik xizmatining chegara qo'shinlari hamda Farg'ona viloyati bo'yicha boshqarmasi tomonidan ichki ishlar hamda bojxona idoralari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda Farg'ona tumanidagi xonadonlardan biri xolislar ishtirokida ko'zdan kechirildi. Natijada unda 1956-yilda tug'ilgan shaxsga tegishli 6880 dona Zardix kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari borligi aniqlanib, ashyoviy dalil sifatida olindi. Ma'lum bo'lishicha, ushbu dori vositalari Qirg'iz Respublikasidan aylanma yo'llar orqali olib o'tilgan bo'lib, jami qiymati 412 million so'mni tashkil etadi va kelgusida Toshkent shahrida sotilishi rejalashtirilgan. Hozirda mazkur shaxsga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, giyohvandlik vositalari savdosi bilan shug'ullanish so'zsiz jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi. Agarda o'z kelajagingizni barbod qilishni, hayotingizni ma'lum bir qismini panjara ortida o'tkazishni xohlamasangiz, ushbu xavfdan ogoh bo'ling. Zero uyda sizni qadrli bo'lgan ota-onangiz, aziz farzandlaringiz kutayotganligini unutmang.